Xitoy va Yevropa o'rtasida dengiz orqali bevosita savdo 1557-yildan boshlanadi. Portugaliya imperiyasi Makaoda ijaraga fortpost quradi. Fortpost deganda tovarlarni ayirboshlash jarayoni amalga oshiriladigan punkt tushuniladi. Buni ko'rgan boshqa yevropaliklar ham zudlik bilan bu tarmoqqa qo'shilishni boshlaydi. Ispaniya Filippinni bosib olarkan, Yevropa va Xitoy o'rtasidagi savdo keskin oshadi. 1565-yildan boshlab Manila yoki Ispaniya galeonlari Janubiy Amerikaning konlaridan olingan kumushlar bilan Osiyo savdo tarmog'ini to'yintiradi. Xitoy kumushning yakuniy manziliga aylanadi. Sababi Xitoy imperatori qaroriga ko'ra, Xitoy tovarlari faqatgina kumushga sotilishi mumkin edi. Darvoqe kanalimga o'tib, Buyuk Ipak yo'li nomli videoni ko'rib chiqing. Aynan savdo tarixi haqida yoritilgan. Tavsiya qilaman. Britaniya imperiyasi ham sekin o'zidan jinnini yasab 1635-yildan boshlab Xitoy qirg'oqlarida paydo bo'lishni boshlaydi. Inglizlarning savdosi Britaniyaning Ost-Hindiston yoki Ost-Hind kompaniyasi boshchiligida yuritiladi. Borgan sari bu kompaniya qirollik flotining qudratidan foydalanib, Xitoy-Yevropa savdosida dominantga aylanishni boshlaydi. 1757-yildan boshlab Xitoyda kanton tizimi yo'lga qo'yiladi. Savdoni nazorat ostiga olish maqsadida yaratilgan mazkur tizim Xitoyning barcha tashqi savdosini Janubiy kanton porti orqali kuzatib turishi kerak edi. Bu tizim orqali Xitoy chet el mafkurasi-yu siyosati va tahdidlaridan o'zini himoya qiladi. Maxsus litsenziyaga ega xitoylik savdogarlar, ya'ni xunglar orqali soliq undirilishini to'liq nazorat qilsa bo'ladi. Bunday cheklovlarga qaramasdan Yevropada mashhur bo'lgan ipak va chinni tovarlari savdoni rag'batlantiradi. Britaniyaliklar esa Xitoy choyining ashaddiy muxlisiga aylanadi. Xitoy o'zining tovarlarini sotish orqali yevropaliklarning 28 million kilogrammlik kumushini qo'lga kiritadi. Bunday savdo munosabatlarida Xitoy savdo profitsitida o'tiradi. Yevropaliklar esa aksincha taqchillikda turadi. Sodda qilib tushuntirganda, agar siz chetdan ko'proq tovar olib, o'zingiz esa ozroq mahsulot sotsangiz, bu savdo taqchilligi deyiladi. Ya'ni import ko'proq, eksport ozroq. Bu degani siz ma'lum tovarlar bo'yicha tashqi dunyoga muhtojsiz, ularning tovariga bog'lanib qolgansiz. Savdo profitsiti esa aksincha, siz sotgan tovarlar miqdori chetdan xarid qilingan buyumlarga nisbatan ko'proq. Endi qarangda, nafaqat tarix shu orada chiroyli qilib iqtisodiyotni ham tushuntirib ketsam-u, siz bitta like bosib kanalga obuna bo'lmasangiz, bundan ortiq nima qilish kerak, to'g'risi bilmadim. Demak, yevropaliklar savdo taqchilligida, ya'ni ular Xitoyga kamroq tovar sotyapti, ammo undan ko'proq tovar olyapti. Muvozanat buzilyapti. Kumush Xitoyga ketyapti, qaytib kelmayapti. Bu juda yomon ko'rsatkich. Kumush aylanmayapti, bir joyda qotib qolyapti. Yana savdo qilish uchun yangi kumush qazib olish kerak. Biroq xavotirga o'rin yo'q. Yangi dunyoni bosib olgan Ispaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Amerikada cheksiz kumush manbalariga egalik qiladi. Bu esa yuqoridagi savdo balansidagi nomutanosiblikni hozircha silliqlashtiradi. Kumush ko'p. Yevropaning ahvoli tushunarli, lekin Xitoyning savdo profitsiti foyda bilan birgalikda unga zarar ham keltiradi. Qanday qilib deysizmi? Yevropaning kumushi Xitoyga selday oqib keladi. Tovarlar sotiladi, iqtisodiyot kengayadi. Ammo muomaladagi kumush ko'paygan sari uning qadri-qiymati pasaya boshlaydi. Aholidagi kumush keragidan ortiq, ya'ni inflyatsiya kuzatiladi. Bundan tashqari Xitoy iqtisodiyotining harakatlanishi borgan sari o'sha Yevropaning kumushiga bog'lanib boraverardi. 10 kun kechikkan kumush iqtisodiyotni 10 kun kechroq rivojlantirishga, umuman kelmay qolsa, umuman to'xtab qolish xavfini yarata boshlaydi. Bu soddagina bir misol. Xitoy bilan savdo uzilib qolmasligini ta'minlash maqsadida Yevropa mamlakatlari ichki bozordagi kumushni, ya'ni aholi qo'lidagi kumushni qisqartirib, Xitoyga yo'naltirishga majbur bo'ladi. Ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyin kumush qazib olish hajmi ham pasayadi.
Savdodagi muvozanat esa o'sha-o'shaligicha qoladi. Yevropaning tovarlari esa xitoyliklarga kerak emas. Aksincha, yevropaliklar Xitoyning tovariga zor, kumushlari esa qaytmaydi. Xitoyga faqatgina Rossiyaning mo'ynasi va Venetsiyaning shishasi kerak edi xolos. Xitoyda afyun yoki opium shifobaxsh o'simlik hisoblangan. Hindistonni egallayotgan inglizlar tushunadiki, savdo balansini opium orqali muvozanatga keltirsa bo'ladi. Ya'ni xitoyliklar xursand bo'lib xarid qiladigan tovarni topishadi. Inglizlar Bengaliyadagi afyun dalalarini yildan yilga zaiflashib borayotgan boburiylardan olib qo'yadi. Opiumni ekish, sotish Britaniyaning Ost-Hind kompaniyasining nazoratiga o'tadi. Kanalimga o'ting, Boburiylar imperiyasi haqidagi videoni ko'ring. Boburiylar Hindistonda qanday qilib inglizlarga berib qo'ygani bilan tanishib chiqing. Tavsiya qilaman. Bundan tashqari Ost-Hind kompaniyasi haqida ham video bor. Imperiya ichidagi imperiya. Mustaqil mal va podsholigi ham kompaniyaning litsenziyasiga asosan opium ekishni boshlaydi. Avvaliga bu yerlarda paxta ekilgan, ammo Misr va Janubiy Amerikadan keltirilgan paxta sababli ular ham opium ekishga endi majbur bo'ladi. Opium Kalkutta auksionida belgilangan xususiy firmalar tomonidan sotib olingan va keyinchalik Linton oroliga yetkazib berilgan. Bu yerdan xitoyliklar kumush evaziga mahsulotni xarid qilib, mamlakatning ichiga olib kirgan. Bengaliyada qishloq xo'jaligi yerlari opium ekishga ixtisoslashtirilishi oqibatida millionlab odamlar ocharchilikdan qirilib ketadi. Sin imperiyasi avvaliga opium importiga ko'z yumadi. Sababi opiumdan tushgan kumush evaziga yevropaliklar yana xitoyliklardan choy olgan. Shu orqali nafaqat ipak yoki chinni buyumlari, balki choy savdosi ham rag'batlantirilgan. Ko'p o'tmay opium iste'moli tobora o'sishni boshlaydi. Ijtimoiy barqarorlik buziladi. Guanzhouda paydo bo'lgan bu vabo mamlakatning shimoli va g'arbiga ham yoyiladi. Xitoyliklarning barcha qatlami bu narkotik moddadan dam olish va sog'liqni tiklash vositasi sifatida foydalanadi. Dastlab vaqtichog'lik uchun iste'mol qilingan opium keyinchalik qaramlikka olib keladi. Tobe bo'lgan aholi bu narkotik uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Albatta, inglizlarni o'ta qora rangda ko'rsatish ham adolatsizlik. Bilamizki, tarixdagi eng kuchli diplomatiya maktabi Britaniyada shakllangan. Shuning uchun bo'lsa kerak, inglizlar o'zaro manfaatli savdoni yo'lga qo'yish maqsadida ko'plab diplomatik ekspeditsiyalarni amalga oshiradi. Ammo Xitoy imperatorlari inglizlarning takliflarini doim rad etib keladi. Savdo hamkorlarining istak va xohishlari mutlaq hisobga olinmaydi. Mamlakatda narkomaniya avjiga chiqib borarkan, buni ko'rgan hukumat 1796-yilda opiumni taqiqlovchi farmonni chiqaradi va 3 yildan keyin ushbu narkotik bilan savdo qilish to'liq to'xtatiladi. Ammo endi kech, jin butilkadan chiqarib yuborilgan edi. Chet ellik savdogarlar qonun qoidalarini chetlab o'tish uchun eski kemalarni sotib olib, ularni suzuvchi omborlarga aylantirishadi. Olib kelingan tovarlarning ma'lum qismi o'sha omborlarda saqlanadi. Xitoylik kontrabandistlar suzib kelib tovarni olib ketadi. 1796-1804-yillar oralig'ida imperiya Oq Nilufar qo'zg'oloni va boshqa nizolarni bostirish uchun g'aznasiga nazar tashlasa, kumush miqdori opium sababli keskin qisqargani ma'lum bo'ladi. Endilikda savdo profitsiyeti yevropaliklar foydasiga o'zgargan edi. Albatta, yevropaliklar opiumdan tashqari boshqa tovarlarni ham sotgan. Misol uchun, mashina yordamida yigirilgan paxta matosi, to'qimachilik uchun mo'ljallangan tabiiy material, ratan, jensheng, soat va temir buyumlari. Ammo bularning bari narkotik savdosi oldida bir tiyinga qimmat edi. Imperator bu illat bilan qanchalik kurashmasin, u doim yengilardi. Sababi mulozimlar va savdogarlar bundan katta daromad qilgan va korrupsiyaga botib bo'lgan edi. 19-asrning boshlariga kelib bunday savdo bazmiga amerikaliklar ham qo'shiladi. Ular sifati ancha pastroq hisoblangan Turkiyaning opiumini olib kelishadi.
Ingliz va amerikaliklar o'rtasida paydo bo'lgan raqobat sababli opiumning narxi yanada tushib ketadi. Bu esa "Op qoling, kep qoling, bugun bizda aksiya bo'lyapti"ga olib keladi. Xitoyliklar endi yanada ko'proq iste'mol qilishlari mumkin. Inglizlar avvaliga harbiy kemalarini Janubiy Xitoyga qaroqchilar bilan kurashish uchun jo'natsa, 1808-yilga kelib fransuzlarning hujumlaridan himoyalanish bahonasi bilan Makaoda doimiy harbiy garnizon yaratadi. Shu vaqtgacha og'irligi 64 kilogramlik opium to'ldirilgan 4000 dona quti realizatsiya qilingan bo'lsa, 1831-yilga kelib sotilgan narkotikning miqdori 20 000 yashikka yetadi. Britaniyada Ost-Hind kompaniyasining savdo sohasidagi monopoliyasini bekor qilish bo'yicha kayfiyatlar shakllanar ekan, 1834-yilda William John Napier Britaniyaning savdo vakili sifatida Xitoyga keladi. U Xitoyning vitse-qiroliga uchrashuv belgilab xat yozadi. Ammo Xitoy qonuniga ko'ra xitoylik mulozimlar bilan chet elliklar to'g'ridan-to'g'ri uchrashishi taqiqlangan edi. Vitse-qirol uchrashuvdan bosh tortib, inglizlar bilan savdoni taqiqlab qo'yadi. Napier bunga javoban Xitoy fortlarini bombardimon qiladi. Lord Napier tif kasalligi bilan og'riydi va urushning oldi olinadi. Kasallikdan o'ziga kelmagan lord vafot etadi. Uning o'rniga munosabatlarni tiklash uchun Charles Eliot yuboriladi. 1838-yildan boshlab Xitoy hukumati narko savdogarlarni qatl etish to'g'risidagi farmoyishni imzolaydi. 1 yil o'tib Lin Zexuya imperatorning maxsus komissari etib tayinlanadi. U opium savdosini yo'q qilish kerak edi. Oliy hazratlari, savdogarlaringiz o'zingizda taqiqlangan tovarni bizning o'lkalarda sotishlari qaysi axloqiy normalarga to'g'ri keladi, deya Lin qirolicha Viktoriyaga maktub yo'llaydi. Biroq maktub Viktoriyaga yetib bormaydi. Shundan keyin Lin chet ellik savdogarlardan barcha fabrika va omborlardagi opiumlar topshirilishini talab qiladi. 20 283 dona yashik va 200 qop ingliz va amerikaliklarning afyunlari Guangzhou plyajida yo'q qilinadi. Xitoyga hali yetib kelmagan kemalar bo'layotgan voqealardan yo'l-yo'lakay xabar toparkan, tovarlarini boshqa joyga joylashtirib, keyinchalik qora bozorni tashkil qilishadi. Opium bilan savdo qilmaydigan ingliz savdogarlar afyunsiz savdo qilish majburiyatlarini imzolaydi. Ularni ko'rib boshqa savdogarlar ham bunday shartga rozi bo'lishidan qo'rqqan Eliot qolgan ingliz kemalarini blokada qiladi va Royal Saxon nomli ingliz kemasiga qarata ogohlantiruvchi o'q uzadi. Xitoyliklarning jonka kemalari esa Royal Saxonni himoya qiladi. Natijada kemalar jangi boshlanib, bir nechta harbiy jonkalar suv ostiga ketadi. Eliot va boshqa ingliz kemalari keyinchalik chekinadi. Yuqorida aytib o'tilgan Xitoy tomonidan yo'q qilingan opium partiyasi uchun kompensatsiya kim tomonidan to'lab berilishi masalasi kun tartibiga qo'yiladi. Tadbir o'tayotgan vaqtda inglizlar xitoyliklarning talabini so'zsiz bajarishlarini xohlagan Eliot kompensatsiyani Britaniya hukumati to'lab berishini va'da qilgan edi. Ammo Britaniya buncha xarajatni to'laydigan mablag'ga ega emas. Oxir-oqibat Britaniya hukumati bu xarajatlar Xitoy hukumati tarafidan to'lanishi kerak deya qaror qiladi va harbiy ekspeditsiyaga tayyorgarlik boshlanadi. Ekspeditsiyaning maqsadi yo'q qilingan tovarlar uchun kompensatsiya undirish, ingliz savdogarlarining faoliyatini Xitoyda kengaytirish, kerak bo'lsa ayrim orollarni bosib olib va savdogarlikda beriladigan afzalliklar evaziga orollarni balki yana qaytarib berishdan iborat edi. Qirollik floti Singapurga kelib joylashadi. Zhoushan orolidagi Dinhai portini egallash inglizlarning mo'ljali edi. Jang davomida 12 ga yaqin jonkalar cho'ktiriladi va Dinhaining janubiy do'ngliklari egallanadi. 5-iyul 1840-yilda britaniyaliklar Dinhai shahrini to'liq egallaydi, ammo kuz oyida Dinhaida kasallik boshlanadi. Bosqinchilarning katta qismi kasallik sababli halok bo'ladi. Bir vaqtning o'zida olib borilayotgan muzokaralarga qaramasdan urush davom etardi. Hindistondan qo'shimcha kuchlar olib kelinadi. Nemesis nomli inglizlarning temir bug'li kemasi kelarkan, xitoyliklarning qurollari unga qarshi hech narsa qila olmaydi. Dinhaidan keyin inglizlar Sadaf daryosi va Guangzhouni mo'ljalga oladi.
Inglizlarning kemalariga dosh bera olmasligini tushungan xitoylik mulozim Tsishan urush jiddiylashishini oldini olish maqsadida Eliot bilan shartnoma tuzadi. Unga ko'ra Gonkong Zhoushan o'rniga inglizlarga berilishi kerak edi. Yo'q qilingan opium xarajatlari Xitoy zimmasiga o'tadi. Biroq ikkala hukumat rahbarlari bu konvensiyani imzolamaydi. Xitoy imperatori Xitoyning yerlari uning ruxsatisiz inglizlarga berilishi va'da qilinganligidan jahli chiqsa, inglizlar esa bundan-da ko'proq yutuqlarni qo'lga kiritmoqchi edi. Urush davom etadi. Xitoyning ko'plab portlari to'sib qo'yilgan yoki bosib olingan ekan, xitoyliklar urushdagi pozitsiyalarini yanada tezroq yo'qotishni boshlaydi. Zhenjiang egallangach, Grand Kanal, ya'ni mamlakatni bog'laydigan daryolar tizimi kesib qo'yiladi. Hududlar aro g'alla logistikasiga bolta uriladi. Britaniyaliklar Nankinga yetib kelganlarida shahar muzokaralarga tayyor ekanligini bildiradi. Uchrashuv bir necha hafta davom etib, 21-avgust kuni imzolanadi. 29-avgust 1842-yilda birinchi Afyun urushi Cornwallis kemasida yakunlanadi. Inglizlar g'alabaga qirollik floti hisobiga erishadi. Ularning zambaraklari ancha uzoqqa o'q ota olgan va shuning uchun Xitoy fortlari samarali bombardirovka qilingan. Bundan tashqari Brunswick va Brown Bass vintovkalari 300 metrgacha o'q uzgan. Xitoyliklarda bunaqa masofani mo'ljalga oladigan qurollar bo'lmagan. Bundan tashqari ingliz armiyasi Hindistondagi kolonial urushlarda va Napoleon urushlarida ishtirok etgan tajribali harbiylardan tarkib topgan edi. Shu sababli inglizlar texnologik qoloq, lekin son jihatdan ko'proq bo'lgan qo'shinlar bilan qanday qilib jang qilishni yaxshi bilishgan. Qolaversa katta shaharlarni bosib olish, daryolarni blokada qilib qo'yish, qo'lga kiritilgan qurol-yaroqlarni yo'q qilishlari ham inglizlarni bu urushda ustun qiladi. Xitoyliklarning esa arzigulik floti bo'lmagan. Jonka kemalari odatda qaroqchilarga qarshi yaxshi samara bergan va faqatgina yaqin, e'tibor qiling, yaqin masofada jang qilishga mo'ljallangan edi. Yuqorida gapirganimizdek, inglizlarning zambaraklari jonkalarni to ular yaqin masofaga kelgunicha uzoqdan bemalol urib tashlagan. Xullas, Xitoy texnologiyasi o'sha vaqtlar Britaniyanikidan 200 yil ortda qolib ketgan deya baholanadi. Urush natijasida Xitoy teng huquqli bo'lmagan Nankin shartnomasini imzolaydi. Qo'shimcha qilib tuzilgan Bogue shartnomasiga ko'ra Britaniyaliklar faoliyat yuritayotgan portlarida eksterritorial afzalliklarni qo'lga kiritishadi. Ya'ni ular Xitoyda bo'lib tursalar-da, uning qonunlariga emas, balki Britaniya qonunlariga asosan istiqomat qilishadi yoki faoliyat yuritishadi. Eksklyuziv sharoitlar. Gonkong oroli ham umrbod Buyuk Britaniya qirolichasi Viktoriyaga beriladi. Kelajakda Gonkong qaytarib olinadi, lekin bu mavzuga taalluqli emas. Xullas, mazkur urush xitoyliklarning xo'rlanish asrini boshlab beradi. Agar sizga mavzu manzur kelgan bo'lsa, like ni bosib qo'ying va izohlarga 2-Afyun urushi deb yozib qoldiring. Sababi ko'p o'tmay 2-Afyun urushi ham yuz beradi. Agar video 50 mingta prosmotrni yig'sa, u haqida ham video tayyorlayman. Paragraf 961. Sog', salomat bo'ling.